Faf Tiger yuk mashinamizga 5 tonnalikka 70-30 da qanchaga o'rnatib beryapmiz. Narxini videoni oxirigacha ko'ring, aytib o'taman. Bu Faf mashinamizga 4 ta 150 litrlik Vikor brendi ostida ishlab chiqarilgan metan gaz ballonlarini o'rnatib beryapmiz. Oldi jihozlari, ya'ni miya, blok boshqaruvi, stak Polshada ishlab chiqarilgan blok boshqaruvi bilan o'rnatib berilyapti. Mana stak garanti talon. Mana ko'rishingiz mumkin. Hammasini ideal qilib o'rnatib berilyapti. Xo'p. Qisqacha qo'yiladigan oldi jihozlariga reduktorini Italiyada ishlab chiqarilgan Tamasetti AT12 italyanskiy reduktor bilan o'rnatib beramiz. Sifati eng yuqori bo'lgan reduktorlarimizdan farsunkasi Stakni o'zini eng yaxshi farsunkalaridan o'rnatib beriladi. Azizlar, bu yerda motor umuman ochilmaydi. Gaz ballonda bel bog'lari, ya'ni lentalarini ideal qilib, kraskalab, chiroyli vid berib o'rnatib beryapti. 70-30 sistemasini kesalaring eng arzon va sifatli qilib o'rnatib beramiz. Mana bu 5 tonnalik Faf Tiger mashinamizga o'xshatib, o'sha stak, polsha jihozlar bilan o'rnatib beramiz. Reduktor, farsunka hammasi idealni. Bu havo 5 tonnalik samosalimizga ham idealni narxda o'rnatib berdik azizlar. Hozir bu yo'lga chiqib ketadi. O'tishkalarini ko'rish jarayoni. Bu havo samosaval mashinamizga bir tomoniga 4 ta 150 da o'rnatib berdik. Bakini passajir tomonga surib o'rnatib berdik. Mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib, zavodskoy qilib o'rnatib berdik. Ikkita tomoniga ham zapravочныйlarning eng sifatlilarini o'rnatib berganmiz. Ko'rganingizdek, sifatli qilib ballonlarni mustahkam qilib o'rnatib berdik. Mana buni narxini ikkala mashinamizga ham 4 ta 150 talik metan gaz ballonda 70-30 sistemasini azizlar 31 million so'mga o'rnatib berdik. Akamiz Jizzaxdan tashrif buyurishga mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli qilib montajlarini ham baquvvat qilib o'rnatib berdik. Sifat bizda birinchi o'rinda.